Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda davlat xizmatchilarining professional kompetensiyalarini rivojlantiruvchi video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari tor doirada hamda kengaytirilgan tarkibda muzokara o'tkazdilar. Davlat rahbarlari O'zbekiston-Turkmaniston chegaraoldi savdo zonasi ishga tushirilishida qatnashdilar. Davlatimiz rahbari paxtachilikda samaradorlikni ilg'or tajriba va texnologiyalar asosida oshirish, qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Masato Kanda boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Davlatimiz rahbariga tashqi mehnat migratsiyasi tizimini takomillashtirish va migratsiya jarayonlarini xalqaro standartlar asosida yo'lga qo'yish masalalari yuzasidan axborot berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ko'mir qazib chiqarishda erishilgan natijalar va kelgusi vazifalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish hamda aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar sarhisobi va kelgusi yil uchun ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Salohiyatli, tashabbuskor va yetakchilik ko'nikmalariga ega bo'lgan kadrlarni aniqlash, ularni rag'batlantirish hamda malakasini oshirish maqsadida istiqbolli davlat xizmatchisi 2025 tanlovi o'tkazildi. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat xorij sodir bo'layotgan voqealar tafsilotiga. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev sun'iy intellekt sohasini tartibga solish to'g'risidagi qonunni imzoladi. AQSh Qozog'istondan neft eksportida muhim ahamiyatga ega Kaspiy Quvur konsorsiumidan, shuningdek, Tengiz va Qora Chaqanoq konlaridan sanksiyalarni bekor qildi va ushbu loyihalar bo'yicha operatsiyalarga qayta ruxsat berdi. Xitoy Xalq banki o'zining raqamli transchegaraviy hisob-kitob tizimini Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasining 10 ta a'zo davlati va Yaqin Sharqning 6 ta davlati bilan to'liq integratsiyalashganini e'lon qildi. Bu qadam global savdoning qariyb 38%ni AQSh dollari tomonidan boshqariladigan SWIFT tizimini chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri raqamli yuanda amalga oshirish imkonini beradi. AQSh prezidenti Donald Tramp Saudiya Arabistonni AQShning NATOdan tashqaridagi asosiy ittifoqchisi deb e'lon qildi. Uchrashuvda fuqarolik yadro energetikasi bo'yicha milliardlab dollarlik memorandum imzolandi. Bu esa Amerika kompaniyalariga Saudiya Arabistonidagi yadro obyektlarini qurish va ekspluatatsiya qilishda ishtirok etish imkonini beradi. 2026-yilgi iqlim o'zgarishi bo'yicha samaradorlik indeksi 63 davlat va Yevropa ittifoqining iqlim o'zgarishini muhofaza qilish bo'yicha amaliy ishlarni baholadi. Indeks 4 yo'nalishga asoslanadi: gaz chiqindilari, qayta tiklanuvchi energiya, energiya iste'moli va iqlim siyosati. Hech qaysi bir davlat barcha toifalarda yuqori natijaga erishmagani uchun reytingning birinchi 3 o'rni bo'sh qoldi. Eng yaxshi ko'rsatkichga ega davlat Daniya deb e'lon qilindi. Rossiya, AQSh va Saudiya Arabistoni eng past o'rinlarni egalladi. Hisobotda aytilishicha, gazdan haddan tashqari ko'p foydalanish, energiya samaradorligi dasturlarining sekinligi va qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining yetarli darajada e'tibor berilmayotganligi ko'plab davlatlar natijasini pasaytirgan. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi boshqa qator hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bir bayroq ostida Respublika bayroq estafetasini o'tkazdi. Mazkur ma'naviy ahamiyat kasb etuvchi tadbir Bir vatan, bir el, bir bayroq shiori ostida tashkil etildi. Umummilliy tashabbus joriy yil 4-18 noyabr kunlari respublika miqyosida o'tkazildi. Bugun har bir o'zbekistonlik yurtimiz ramzi bo'lgan bayroqni yuksak ko'tarmoqda. Chunki bayroq mustaqilligimiz, tinchligimiz va kelajagimiz ramzidir. Barchangizni xonadoningizga, tashkilot va korxonalar binolariga muqaddas davlat bayrog'imizni o'rnatishga chorlaymiz. Vatan muqaddas, bayrog'imiz g'ururimiz. Aziz yurtdoshlar, har bir xonadonda, har bir ko'chalarda bayrog'imiz iftixor bilan hilpirasin. Estafeta davomida bayrog'imiz mamlakatning barcha hududlarini qamrab olgan holda 3 asosiy yo'nalish bo'yicha poytaxtga yetib keldi. Birinchi, g'arbiy yo'nalish Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlab Xorazm, Buxoro, Navoiy, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari orqali. Janubiy yo'nalish Surxondaryo viloyatidan boshlab Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari orqali. Sharqiy yo'nalish esa Andijon viloyatidan boshlanib, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlari orqali poytaxtimizga yetib keldi. Ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i muhtasham Bunyodkor stadioniga tantanali ravishda kirib kelmoqda. Biz esa jarayonlarni kuzatamiz. Azizim, sen haqdan yana merdayim. Bulbullar qoldirsin yashil bog'ingdan. Kelajak avlod bizlardan keyin hilpiratib tursin hur bayrog'inglar. Meni oldimda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Suhrob Kelirov bo'ladilar. Suhrob aka, siz mana shu jarayonlarda bevosita o'zingiz qatnashdingiz. Xalqimizning kayfiyati qanday? Yoshlarning ma'naviy kamolotida bayrog'imizning o'rni qanday?
Bilasizmi, bu o'tkazilayotgan O'zbekiston Respublikasining faxriy bayrog'iga bag'ishlangan bayroq estafetasi mana 2 haftadan beri vatanimizning janub, sharq va g'arbiy yo'nalish bo'ylab nishonlab kelinyapti. Shu vaqtgacha sarhisoblarimizga qaraganda 300 mingdan oshiq odam bu bayroqlarda ishtirok etdi. Umumiy hisobda 156 ta nuqtalarda bayram bo'lib o'tdi. Har bir tumanda, har bir mahallalarda bayram shukuhi juda ko'tarinki kayfiyatda bo'lyapti. Bu bayroq Respublika bayrog'i birinchi o'rinda xalqni jipslashtiryapti. Yangi milliy ruhiyat olib kelyapti. Bilasizmi, qayerlardan bayroq o'tyapti? Qayerda yangi O'zbekistonning shukuhi kelayotgan bo'lsa, qayerda ziyolilar bor bo'lsa, qayerda katta sanoat korxonalari qurilgan bo'lsa, qayerda obodonlashtirishlar go'zal holatda bo'lsa, hammasi ko'rilyapti. G'arb yo'nalishidagi bayroq salkam 1,5 ming kilometr masofani bosib o'tib, Toshkent viloyatidan demak Toshkent shahriga, Chilonzor tumaniga kirib keldi. Mana bolajonlarning bir ko'zlarida faxr va iftixor tuyg'ularini ko'rishimiz mumkin. Aslida mana shu estafetani o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad ham shu edi. Shunday. Biz bir bayroq ostida nafaqat 7 yoshdan 70 yoshgacha butun o'zbekistonliklarni birlashtirishni reja qilganmiz. Bu niyatlarimiz amalga oshdi deb o'ylaymiz. Yana bir qiziq ma'lumot bor. Qarang, bayroq estafetasini biz yo'nalishini chizganimizda ayrim bir tumanlarimiz bu liniyaga tushmagan edi. Buni sababi bor, tarixiy nuqtai nazardan, markazga yaqin uzoqlik nuqtai nazardan ular xafa bo'lishdi. Rahbariyati chiqib, ayni damda hozir ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida kuzatsangiz bo'ladi, u yerlarda ham o'zlarining estafetalar tashkil etyapti. Bu haqiqatda ham bir g'oya ostida birlashtirgan bayroqni asosiy belgisi sifatida namoyon bo'lyapti. Va aytish mumkinki, bu ezgu tashabbus o'z ijobatini topib ulgurdi, shunday emasmi? Bir vatan, bir el, bir bayroq shiorasini o'tkazilgan bayroq estafetasida mana shu yerda xalqlar do'stligi maydonida 3 nuqta bir lokatsiyada birlashdi. Va bu tutashuv bayram tadbiriga ulanib ketdi. Shiorimiz bugun bir vatan, bir el, bir bayroq ostida butun xalqimiz birlashyapti. Mana bugun yangi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz olib borilayotgan islohotlarga butun o'zbek xalqi birlashyapti. Mana kechagi bo'lib o'tgan tadbirlar, sammitlar, bular hammasi xalqimizda iftixor, g'urur uyg'otyapti. Va o'ylaymanki, bunday tadbirlar yanada xalqimizni birlashtirishga, bugun yangi O'zbekistonda islohotlar hamohang bo'lishga xizmat qiladi. Biz uchun hamma narsa bayrog'imiz, bolalarimizning kelajagi, tinchligi. Xalqlar do'stligi maydoni chinakam bayram og'ushiga cho'mdi. Osmonda suzgan bayroq shaklidagi dronlar deysizmi va yo taniqli san'atkorlarning konsert dasturlari ma'naviy ma'rifiy tadbirga hamohang edi. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun, ming boshqa osoyishta baxt uchun, keng olamga yo'l uzatgan bo'stoni, birlashaylik dili do'sti jahoni. Harbiylarning chiqishlari ham barchaga birdek manzur bo'ldi. Mehmonlar orasida qo'shni mamlakatlardan kelgan do'stlarimiz ham bor edi. Qirg'izistondan kelib O'zbekistonga bayroq bayramiga kelib tomosha qilib o'tiribmiz. Rahmat shu prezidentlarimizga, mana Shavkat Miromonovichga, bizni prezidentimizga shunchalik yo'llarni ochib, mana bemalol mana kelib biz Toshkentga kelib yaxshi mehmon bo'lib, yaxshi dam olib o'tiribmiz mana. Barcha O'zbekiston xalqiga shu bayram bilan tabriklayman. Shu qardoshligimiz uzilmasin. Vatanning yorqin timsolidir bayrog'imiz. Shunday ekan, sarbaland qaddimiz va qadrimiz timsolini hamisha e'zozlaylik va boshimiz uzra baland ko'taraylik. Tong sahar soat 6 ga yaqinlashmoqda. Vokzal gavjum va biz tezyurar poyezdga chiqdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 3-joy 10 qo'yib. Marhamat. Rahmat. Poyezdda yurish doim qiziq. Kimdir kitob o'qiyapti, yana kimdir musiqa tinglamoqda. Xullas, yo'lda zerikmaslik uchun hamma sevimli mashg'uloti bilan band. Biz esa Ko'hna Kentga yetib olgunimizcha prezidentimiz tashabbusi bilan mahalla tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni Samarqand viloyati misolida tahlil qilib boramiz. Samarqand viloyatida yil yakunigacha kambag'allik darajasini 6,5% ga qisqartirish rejalashtirilgan.
Hududda yil avvalida 67966 nafar ishsiz fuqaro ro'yxatga olingan edi. Yanvar-oktyabr oyi davomida ularning 60128 nafari yoki 88.1% ning bandiga ta'minlandi. Rekord natija 10 oy davomida 218 ta mahalla ishsizlikdan xoli hududga aylandi. Yil boshida 98420 ta ehtiyojmand oila aniqlanib, kambag'allik darajasi 10.5% ni tashkil etgan. Joriy yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar natijasida kambag'allik darajasi 7.6% ga tushishiga erishildi. Hurmatli yo'lovchilar, yuqori tezyurar Afrosiyob 778. Biz bor yo'g'i 2 soatda Samarqandga yetib keldik. Va har gal mana shu Ko'hna kentga kelganimizda prezidentimizning mahallalarda amalga oshirayotgan islohotlarini har bir yurtdoshimiz o'z hayoti misolida his qilayotganligini ko'ramiz. Joriy yilning o'tgan davrida Samarqand viloyatida 35 ta mahallada yangi binolar qurib foydalanishga topshirildi. 837 tasi joriy ta'mirlandi. Samarqand viloyati markazidan 30 kilometr uzoqlikdagi Pastarg'om tumanining chiroyli mahallalaridan biridamiz. Ilm mahallasi. Bugun mahallada katta bayram. Mahalladagilar 34 yil deganda ilk bor o'zining binosiga, ya'ni mahalla binosiga ega bo'ldi. Ko'rib turganingiz mana bu binoning birinchi qavatida mahalla yettiligi faoliyati uchun barcha imkoniyat, sharoitlar yetarli darajada yaratilgan. Ikkinchi qavatda esa yoshlar uchun o'quv markazi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Va bu odamlarni, mahalladagilarni mahalla tizimiga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlayapti. Ortga qaytmas islohotlarning ramziga aylandi. Bir vaqtlar shu mahallamiz anchagina eskirgan, endi talabga javob bermaydigan darajada edi. Bir xonada tiqilishib ketardik-da. Bugun juda ham xursandmiz. Prezidentimizga rahmat. Sulfiga butak qadimiy mahallalardan 600 yil oldin tashkil etilgan deydi biz bilan suhbatda nuroniylar. Bu yerda o'zbek-tojik do'stligining yorqin namunasini ko'rasiz. Aholining ko'pchiligini qardosh xalqimiz vakillari tashkil etadi. Yangi mahalla binosining ochilishi hududda katta bayramga aylanib ketdi. Bu bino mahallaga nafaqat quvonch, shodlik ulashdi, balki shijoat ham berdi. Mahalla yettiligi ko'magida tadbirkorlik sohalarini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Urgutliklar ham bugun mahallalarda infratuzilma bilan bog'liq muammolar hal bo'layotganidan bag'oyatda mamnun. Eng asosiysi odamlar bugun yaxshi yashashga intilmoqda. Davlatning daldasi xonadonlar farovonligiga zamin bo'lyapti. Qaysi qishloqqa borsangiz, обязательно obodonchilikdan chiqasiz. Birov bir nima ekib yopti, birov yo'l qilyapti, birov bir astronomga qurayapti. U xolos kalom tinib tinchmas Urgut xalqi. Mahallalar ham chiroyli. Mahalla albatta, mahallalarni borib ko'rsangiz havas qiladi. Umuman 2025-yilga qadar Samarqand viloyatida qiymati 1 milliard 631 million dollarlik 834 ta loyiha amalga oshiriladi. 23300 ta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Yil yakuni bilan 393600 nafar aholi bandligi ta'minlanib, ishsizlik darajasi 5.1% ga, kambag'allik darajasi 6.5% ga qisqartiriladi. Hududda bo'y ko'rsatayotgan islohotlar shabadasini bugun har bir manzilda his qilasiz. Natija yaqqol. Odamlar turmushidan rozi, dilida shukrona bilan yashamoqda. Davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan ortga qaytmas islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham shu aslida. Ko'p odamlar nima uchun ba'zi ishlarni bajara olishini yoki ba'zi ishlarni esa kechiktirishini tushunishga harakat qilishadi. Bunga asosiy sabab motivatsiyadir. Psixologiyada motivatsiya ikkiga bo'linadi: ichki va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya bu biz nimanidir qilganimizda ichki qoniqish, qiziqish yoki o'sish hissini sezishimizdir. Odam o'zi yoqtirgani uchun o'qiydi, o'rganadi, yaratadi. Miya esa bizni o'z-o'zidan mukofotlaydi. Shu sababli ichki motivatsiya odatda uzoq davom etadigan, barqaror va samarali bo'ladi. Masalan, kimdir rasm chizishni yaxshi ko'rgani uchun mashq qiladi. Bu ichki motivatsiya. Natijada ijodiylik, o'ziga ishonch va uni chuqurroq o'rganish kuchayadi. Endi esa tashqi motivatsiyaga o'tamiz. Bu mukofot, maqtov, pul yoki jazodan qochish tufayli bajariladigan harakatlar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tashqi motivatsiya qisqa muddatda juda kuchli bo'lishi mumkin, lekin uzoq davom etmaydi. Chunki energiya tashqi omillarga bog'liq. Qisqacha qilib aytganda, mukofot bo'lmasa, ishtiyoq ham yo'qoladi. Masalan, kimdir o'qishni imtihondan o'tish uchungina o'rganadi. Imtihon o'tganidan so'ng o'qishga bo'lgan ishtiyoq so'nadi. Asosiy e'tibor ichki motivatsiyaga qaratilishi lozim.
Va inson aynan shu yo'lga oshifta bo'lsa, muvaffaqiyat tabiiy natijaga aylanadi. Ish beruvchi xodimning telefoni yoki shaxsiy ma'lumotlarini nazorat qilish huquqiga egami? Nafaqat ish beruvchi, balki hech bir shaxs boshqa bir shaxsni yoki xodimni shaxsiy bo'lgan telefon vositalarini yoki o'ziga tegishli bo'lgan boshqa bir vositalar, masalan, shaxsiy kompyuterini titish va ulardagi shaxsiy bo'lgan xodim uchun tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ko'zdan kechirish va ularni kuzatish huquqiga ega emas. Xususan, O'zbekiston Respublikasining shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunida ham bu kabi normalar belgilab qo'yilgan bo'lib, hech bir shaxs tomonidan qonunga zid ravishda shaxsga tegishli bo'lgan o'zining identifikatsiyasini bevosita ko'rsatib beruvchi bo'lgan ma'lumotlarni tarqatish, olish va ishlov berish, shuningdek kuzatish taqiqlanadi. Shuningdek, Mehnat kodeksida ham xodim tomonidan ishga kirish davomida taqdim etilgan hujjatlar ish beruvchi tomonidan uni maxfiyligi, shuningdek tarqalishini oldini olish choralari ko'rilishi va kafolatlanishi belgilab qo'yilgan. Bugun Jadid gazetasi o'quvchilarini nashrning 47-sonida berilgan ayrim maqolalar bilan tanishtiramiz. Gazetaning bu galgi sonida ijodkor Ahmadjon Meliboyevning maqolasi berilgan. Unda insoniyatning beqiyos xazinasi, buyuk ixtirolaridan biri kitobning qudrati haqida hikoya qilinadi. O'tgan kunlarni birinchi marta o'smirligimda o'qiganman. Endi esa ichki bir ehtiyoj bilan bu asarga yana va yana murojaat qilaman. Asar qahramonlari Otabek, Kumush, Zaynab bundan 60 yil avval mening tasavvurimda jonlangan qahramonlardan jiddiy farq qiladi. O'quvchi bilan birga ular ham ulg'ayib borayotganday. Shunday ekan, yaxshi kitoblarni bir marta o'qish bilan kifoyalanish kerak emas. Uning mo'jizaligi shundaki, har gal o'qiganingda u senga ma'no xazinasining yangi qatlarini ochaveradi. Darhaqiqat, shunday kitoblar borki, inson qalbini yoritadi. Ular seni ohangraboday o'ziga tortadi. Umring yo'llarida beminnat hamrohingga aylanadi. Qayta o'qiysan. O'qiganing sari aql va shuuring to'lishib boradi va bu jarayon hech qachon nihoyasiga yetmaydi. Bir vaqtlar kitobshunos olimlardan biri chuqur ma'noli yillar, asrlar o'tsa-da, ahamiyatini yo'qotmaydigan kitoblarning kamligi ofat deb aytgan ekan. Bugun endi har xil darajadagi o'rtamiyona va undan ham past saviyali kitoblarning ko'pligi ofatga aylandi. Yupanch shundaki, ularni fahm bilan tanlab o'qish imkoniyatimiz bor. Shuningdek, gazetada Yaponiyaning Toho Service aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktori, kunchiqar mamlakatda faoliyat olib borayotgan millatdoshimiz Bahodir Iskandarov bilan tayyorlangan Nega Yapon 100 yil yasharu nomli suhbat berilgan. Ayni maqolada millat kelajagi bo'lgan yoshlarimiz faqat va faqat bilim olish kerakligi, farzandlarimizni millatni sevishga, ularni yuragida qadriyatlarimizni himoya qilish hissini oshirish xususida so'z boradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi yurtdoshlarimizning fikrlarini o'qib, ko'pincha yo'q, noto'g'ri gapiryapsiz, aslida vaziyat bunday emas degim keladi. Chunki men yaxshi bilaman. Millatimiz uncha-muncha millatdan qolishmaydi. Ayrim yurtdoshlarimiz qayerdadir xato qilayotgandir. Lekin bu butun millatning aybi emas-ku. Shuni ko'proq odamga yetkazgim keladi. Shu maqsadda qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Jadid bobolarimizmi, ulardan avvalgi ajdodlarimizmi, ular orzu qilgan, kutgan yoshlar borligini, hech kimdan kam emasligini ko'rsatgim keladi. Ishonamanki, yaponlar 50-40 yilda erishgan yutuqlarga biz ham bemalol erisha olamiz. Faqat ishonch, mehnat va birlik bo'lsa bas. Nashrdan o'rin olgan shu va boshqa maqolalarning to'liq matnini gazetaning rasmiy sahifalaridan o'qishingiz mumkin. Tilxat nimaga yoziladi? Pul, hujjat, qimmatbaho buyumlar yoki boshqa biror narsa olinganligini tasdiqlash uchun yoziladi. Tilxat odatda bir nusxada yoziladi va qimmatbaho hujjat sifatida saqlanadi. Keling, tilxat qanday yozilishini ko'rib chiqamiz. Doimgidek avval hujjatnoma yoziladi, keyin esa hujjatning mazmuni, ya'ni tilxat beruvchi shaxsning lavozimi va to'liq ismi hamda pul, hujjat, buyum yoki boshqa biror narsani beruvchi shaxsning lavozimi va to'liq familiyasi yoziladi. Zarurat bo'lganda buyumning miqdori va bahosi, texnik holat ham keltirib o'tiladi. Oxirida tilxat berilgan sanani yozib, tilxat muallifining imzosi qo'yiladi. E'tiborli bo'ling. Tilxat olinganda albatta olinadigan pul miqdori, buyumning bahosi va uning miqdori raqamlar bilan ko'rsatilishi va qavs ichida so'zlar bilan berilishi shart. Tilxatdagi yozuvlarni o'chirish yoki tuzatish mumkin emas. Aks holda hujjat haqiqiy hisoblanmaydi.
qarz falajligi haqida eshitganmisiz? Qarzga bo'lgan munosabatni baholash maqsadida 1186 nafar respondent ishtirokida tadqiqot o'tkazgan olimlar qiziq xulosaga kelishdi. Gap shundaki, qarz miqdori oshgani sari odamlar bosimni kuchli his qilishdan to'xtar ekan. G'alati tarzda eshitilayotgan mazkur holatni mutaxassislar qarz falajligi sindromi deb nomlashgan. Tushuntirilishicha, qarz qancha kam bo'lsa, uning tashvish uyg'otishi ham shuncha yuqori bo'lar ekan. Aksincha, qarz qancha katta bo'lsa, tashvishlanish ham shuncha pasayar ekan. Masalan, amerikaliklar orasida $75,000 atrofidagi qarz eng yuqori darajadagi stressni keltirib chiqaradi. $500,000 oshgan qarz esa ularni unchalik xavotirga solmaydi. Ya'ni $500,000 qarzi bor odam $5,000 qarz olgan odamdan ko'ra kamroq stressga tushar ekan. Tadqiqotchilar buni shunday izohlaydi. Odamlar kichikroq qarzni o'z vaqtida to'lash mumkin deb o'ylaydi. Shuning uchun unga jiddiyroq munosabatda bo'ladi. Juda katta qarz esa baribir uni qaytarib bo'lmaydi degan fikrni uyg'otadi. Biroq bundan demak kattaroq qarz olish kerak ekanda degan xulosa yasamaslik kerak. Sababi kichkina qarz tashvishni uyg'otsa, katta qarz befarqlikni shakllantiradi. Bu esa qarzga nisbatan psixologik moslashuvni keltirib chiqaradi va moliyaviy nazoratning yo'qolishiga olib keladi. Shunday ekan, iloji bo'lsa umuman qarz olmay, imkoniyatlarimizni hisobga olgan holda xarajat qilganimiz ma'qulroq. Assalomu alaykum. Mif va haqiqatlar. Biz loyihamizda mana shu ikki tushunchaning chegaralarigacha bormoqchimiz. Bizdan uzoqlashmang. Sizga dunyo sahnida sodir bo'lgan eng qiziqarli faktlarni taqdim etamiz. Diqqat, savol. To-do list tuzish orqali maqsadga tezgina erishish mumkin desam, fikrimga qo'shilasizmi? Oramizda bu usul haqida eshitmaganlar ham bo'lishi mumkin. Hozir tushuntiraman. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Albatta erishaman deb oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz asosan qanday usullarda amalga oshgan, natija bergan? Harakat samarasi deysizmi? Men ham bu fikringizni ma'qullayman. Ammo fanda yana bir to-do list usuli ham bor bo'lib, maqsadga tezlik bilan erishishni osonlashtiradi. Xo'sh, bu usul qanday usul deysizmi? To-do list vazifalar ro'yxati bo'lib, bu kundalik ishlaringizni tartibga solish, rejalashtirish va nazorat qilish uchun tuziladigan ro'yxatdir. U hayotingizni aniqroq rejalashtirishga, muhim ishlarni unutmaslikka va vaqtni to'g'ri taqsimlashga yordam beradi. Ongimiz bir vaqtning o'zida cheklangan miqdordagi ma'lumotni ushlab tura oladi. Ro'yxat tuzish esa miyani keraksiz eslab qolish ishidan ozod qiladi. Psixolog Bluma Zilgarning tadqiqotlariga ko'ra, tugallanmagan ishlar ongimizni tinimsiz band qilib turadi. O'ylayverasizda, ro'yxat tuzish esa tugallanmagan vazifalarni tashqi xotira, ya'ni yozuvga o'tkazadi. Miyadagi zo'riqishni kamaytiradi, ishni yengilroq boshlashga yordam beradi. Psixolog Peter Golvitser tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, qachon, qayerda va qanday bajaraman degan aniq reja ishga kirishish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. To-do list ko'pincha ana shu rejalashtirilgan niyat, harakat mexanizmini ishga tushiradi. Kamiga dopamin tizimini faollashtirib, miyaga kichik mukofot signalini beradi. Men uddalab boryapman tuyg'usini mustahkamlaydi. Shu sababli to-do list bu shunchaki tartib emas, balki ilmiy asoslangan kuchli produktiv vositalardandir. Mazkur usulning samaradorligi haqida Brian Tracy o'zining Samaradorlikning 21 usuli nomli kitobida ham alohida e'tirof etmoqda. Mazkur qo'llanmaning 4-qoidasida shunday deyilgan: maqsadingizga yetish uchun bajarishingiz lozim bo'lgan ishlar ro'yxatini tuzing. Yangi mashg'ulotlar haqida o'ylasangiz, ularni ro'yxatingizga qo'shing. Ro'yxat to'liq bo'lmaguncha uni takomillashtirishda davom eting. Bu ro'yxat sizga kattaroq vazifa yoki rejaning tiniq tasvirini ko'rsatadi. U qadam tashlash uchun yo'lak vazifasini bajaradi. Siz niyatingizni aniqlashtirsangiz va rejadagidek ketayotganingiz bois bu yo'l maqsadga erishish ehtimolini oshiradi. Do'stlar, bizda hozircha shular. Yana sara ma'lumotlar bilan qayta ko'rishguncha xayr.
yo'llarda xavfsizlik kamarini taqishni unutmang. Bu siz va yaqinlaringiz hayoti uchun juda muhim. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring.